Allergiyani yana bitta davosi. Mayli, aptekaga borasiz. Xo'p deng. Aptekaga borasiz. Magnezium bor-ku, ana ishni tir-tir qiladi. Shunday yomon bir protivniy narsa. Magnezium. Ichganingiz rosa ichingizni ketkazadi-ku. O'shani olasiz. Tasavvur qiling. Tasavvur qiling, magneziyani oldingiz, mana magneziya tasavvur qiling, magneziya. Qilasiz. Mana o'ng qo'lim. Chap qo'lda ko'rinadi sizlarga. Unda qilasizda magneziyaga bitta botirasiz. Tushundingizmi? Botirdingiz, xuddi shakarga botirganda, ha? Shuni botirdi. Yutdingiz. Kuniga 7-8 marta shunday qiling. Xo'p deng. Qiling shuni. Ichingiz tir-tir bo'lmaydi, o'lmaysiz. Shuni qiling. 3 kun 4 kun, boring ham bir hafta qiling. Qoningizni shunday tozalaydi, ana undan allergiyadan xudo xohlasa asar qolmaydi. Magnezium allergiyaga. Undan keyin yo aptekaga borishga puling olsa, yantoqni tomirini, yantoqni ustki qismini, yantoqni qaynatib iching. Tushundingizmi? Keyin yozib qo'yinglar. Iltimos, otvetini yozing. Allergiyadan qutuldingizmi? Yozib qo'ying. Tushundingizmi?